Hammaga salom, kanalim a'zolari. Demak, sizlar bilan yana Davronbek Boymatov va biz ushbu videoda sizlar bilan kubik Rubikni aylantirish tili haqida o'rganamiz. Aylantirish tilini o'rganishdan maqsad keyinchalik men sizlarga berishim kerak bo'lgan algoritmlarni siz tushunib, ularni kubik Rubikingizda bajarish uchun aylantirish tilini o'rganishingiz shart. Demak, men sizlarga aylantirish tilini ikkiga bo'lib o'rgataman. Birinchi bo'limi bu asosiy bo'lim hisoblanadi va siz ana shu asosiy bo'limni o'rgansangiz, keyingi video darsliklarim uchun yetarli bo'ladi. Lekin siz yana keyinchalik kubik Rubikni tezroq yig'ishni va qo'shimcha algoritmlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha aylantirish tillarini o'rganishingiz shart. Demak, boshladik. Birinchi navbatda asosiy aylantirish tilidan boshlaymiz. Demak, boshladik. Qarshingizda asosiy aylantirish tilining bir qismi. Demak, bu RL ko'rib turganingizdek. Bu degani o'z-o'zidan R right, L esa left. Ya'ni R bu kubik Rubikni o'ng tarafini bildiradi, L esa chap tarafini bildiradi. Demak, boshladik. R katta harfning o'zi bo'lsa, kubik Rubikni o'ng tarafini bir marta so'z tilkasi bo'ylab aylantirish degani. Quyidagicha R shtrix bo'lsa, so'z tilkasiga qarama-qarshi aylantirish degani. Shu harflardan keyin ikki raqami kelsa, shu tomonda ikki marta aylantirish. Masalan, R2 bo'lsa, quyidagicha. R shtrix 2 bo'lsa, quyidagicha. Shu joyda sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Sizga qachonki R yoki R shtrixdan keyin ikki raqami kelsa, siz kubik Rubikni o'sha tegishli tarafini ikki marta aylantirishingiz kerak va bu holatda tomoni ahamiyatsiz, chunki siz kubik Rubikni so'z tilkasi bo'ylab aylantirasizmi shu tarafini yoki so'z tilkasiga qarama-qarshi bir xil holatga ega bo'lasiz. Hozir men R2 qildim va sariq rang yuqoriga chiqib qoldi, ko'k rang o'zingizga qarab turibdi. Endi yana dastlabki holatga qaytamiz va R'2 qilamiz. R'2 quyidagicha. Va yana xuddi o'sha holatga kelib qoldi. Shuning uchun siz qachonki shu harflardan keyin ikki raqami kelsa, qaysi tomonga aylantirishim kerak deb o'ylab o'tirmang. Vaqt yo'qotmay, o'zingizga qulay qilib turib aylantiravering. Masalan, quyidagichami yoki bo'lmasa quyidagichami, u sizning kubik Rubikni ushlab turgan holatingizga qaraydi. Demak, keyingisiz esa R dan keyin W kelishi mumkin. Bu degani o'sha ikkita qatorni o'ng tomondan ikkita qatorni so'z tilkasiga bo'ylab RW bo'lsa, ikkita qatorni so'z tilkasiga bo'ylab va RW shtrix bo'lsa, ikkita qatorni so'z tilkasiga qarama-qarshi o'z-o'zidan. Bulardan keyin ham 2 kelsa, 2 marta aylantirish kerak. RW 2 qildim hozir. Endi esa RW 2 shtrix qilaman. Quyidagicha bo'ladi. Endi esa L left, ya'ni chap tomoni. Hozir aytib o'tganimdek, demak bu kubik Rubikning chap tarafi va L bo'lsa, quyidagicha. L shtrix quyidagicha. L2 quyidagicha, L shtrix 2 quyidagicha. LW quyidagicha. LW shtrix kubik Rubikning chap tarafini so'z tilkasiga qarama-qarshi aylantirish. Demak, keyingisiga o'tamiz. Bu esa up and down, ya'ni ust va past degan ma'noni bildiradi. Ya'ni up bu kubik Rubikning ustki tarafi, down esa pastki tarafi. Demak, ketdik. U bo'lsa, kubik Rubikning ustki tarafini quyidagicha, ya'ni so'z tilkasi bo'ylab bir marta. U 2 bo'lsa, 1 2. U bo'lsa yana. U shtrix bo'lsa, quyidagicha, ya'ni U shtrix qildim hozir. Bu esa U. Endi UW quyidagicha ikkita qatorni so'z tilkasi bo'ylab va UW shtrix so'z tilkasiga qarama-qarshi. Demak, o'z-o'zidan aytganimdek, UW2 bo'lsa, quyidagicha. UW2. Keyingisi esa D, down, kubik Rubikning past tarafi D bo'lsa, quyidagicha. D shtrix bo'lsa, quyidagicha. D shtrix. DW bo'lsa, pastki tarafda so'z tilkasi bo'ylab va W shtrix bo'lsa, so'z tilkasiga qarama-qarshi. O'z-o'zidan bulardan keyin 2 kelsa, 2 marta aylantirish kerak bo'ladi. Buni esa ko'rsatib o'tirish shart emas. Shunchaki 2 marta aylantirsangiz bo'ldi. Demak, keyingisi F va B. F degani front kubik Rubikning old tarafini bildiradi.
B degani back kubik rubikning orqa tarafini bildiradi. Demak, F bo'lsa, F kubik rubikni old tarafini bir marta soat tilkasi bo'ylab F shtrix F. Endi FW bo'lsa, ikkita qatorni soat tilkasi bo'ylab, FW shtrix bo'lsa, ikkita qatorni soat tilkasiga qarama-qarshi. Bulardan keyin ikki raqam kelsa, ikki marta aylantirish kerak bo'ladi. Buni esa ko'rsatib o'tirmayman. Demak, back soat tilkasi bo'ylab bir marta aylantirish kerak. Ha, aynan xuddi shunday aylantirsangiz to'g'ri bo'ladi. Demak, B shtrix. Endi esa BW ikkitasini aylantirish, BW shtrix ikkitasini soat tilkasiga qarama-qarshi aylantirish. Do'stlarim, bu asosiy aylantirish tillari edi va siz ushbu aylantirish tillarini o'rgangan bo'lsangiz, keyingi videolarimni ko'rishingiz mumkin. Lekin men sizlarga ushbu videoda yana qo'shimcha aylantirish tillarini ham tushuntirib ketmoqchiman. Demak, kubik rubikda o'rta qatorlar ham mavjud. Quyidagi va quyidagilar. Demak, boshlaymiz. M bu middle kubik rubikning quyidagi qator hisoblanadi va M harfi bo'lsa, kubik rubikning o'rta qatorini quyidagicha aylantirishingiz kerak. Soat tilkasi bo'ylab M shtrix soat tilkasiga qarama-qarshi. M2 bo'lsa 1 2, M2 1 2. Demak, keyingisi esa E ekvatorni bildiradi. Ekvator. Demak, E harfi bo'lsa, soat tilkasi bo'ylab o'rtasidan bir marta, E shtrix bo'lsa, soat tilkasiga qarama-qarshi. E2 bo'lsa 2, E2. S esa standing layer. Ya'ni mana bu qator hisoblanadi kubik rubikda va bu qatorni biz uncha ham ishlatmaymiz. Demak, keling buni ham bir o'rganib qo'yamiz. S bo'lsa, soat tilkasi bo'ylab o'rta qatorni bir marta, S shtrix bo'lsa, soat tilkasiga qarama-qarshi bir marta aylantiramiz. Va 2 shu harfdan keyin 2 kelsa, 2 marta aylantirishni bildiradi. S2, yana S2 qilamiz. S2. Demak, bu o'rtalarini aylantirish tili edi. Buni keyingi videolar uchun sizlarga kerak bo'ladi. Yuqori etapdagi videolarni o'rganish uchun. Keyingisi esa quyidagi. Demak, bu koordinatalar sistemasi ko'z oldingizga turibdi. X, Y va Z. Demak, ketdi, boshladik. Bundan qachonki sizga X harfi bo'lsa, kubik rubikni ushlagan holda umumiy aylantirish X bo'lsa quyidagicha X shtrix bo'lsa quyidagicha X shtrix. Agar sizga Z shtrix bo'lsa, Z bo'lsa Z. Agar sizga Y bo'lsa, Y shtrix bo'lsa, Y shtrix. Shu harflardan keyin sizga ikki raqami kelsa, 2 marta aylantirish. Masalan, X2. 1 2, X2 yana 1 2. Do'stlarim, sizlar agar mana shu aylantirish tillarini yaxshilab o'rganib olsangiz, sizlar keyingi videolardagi, ya'ni ushbu qismdan keyingi videolardagi, ya'ni yuqori etapdagi videolardagi algoritmlarni ham tushunib olishingiz mumkin. Lekin meni hozir sizlarga boshlang'ich etapdagi videolarimni tushunib olishingiz uchun boya aytib o'tganimdek asosiy aylantirish tillarini o'rganib olsangiz bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda men sizlarga plyusni qanday qilib yig'ishni o'rgataman.